Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңлар Шинжаң Халық нәшрияты 2000 yılı 1 ayda nəşr qılğan roman İli Dolqunları. Avtori Abdurrahman Qahar. 1 qism. 18 bab. Ana, uning o'g'li. Qarang'u kechalarda onasiga muңdaş bo'lib, cho'nqur xiyol bilan qapoq turib o'ltirmoqda. Ana, uning o'g'li. Opasining ko'nglini tog'dek o'stirib, bizningmi qad ko'targan kunimiz pat yaqinda keladi, apa. Deməkdə. Ana, uning o'g'li. Əmdi uning o'g'li yo'q edi. G'uyuldab o'tgan yillar anaga qirodek oppoq chachlarni, cho'nqur qo'riqlarni, mung qayg'ularni sovg'a qilib o'tib, uning ko'yimchan tog' yurak o'g'lini billa ilib ketgan edi. U əmdi yinib kelmaydi. Ana mantada o'ltirib, xuddi esadigan odamdek birdilla yig'lavatdi. 10 gulining biri ichilmagan balam. Ana qattiq öksüşkə başladı. Onun pildirlab qalğan közlərindən yaş tamçıları munçaqdək tizilib çıxıb, qoyuq qoruq besib ketgan yüz və inəklərini boylab timişqa başladı. Anının qəlbində Nadir üçün neçə yıllar çoğ bulub yanğan, amma bunu nadəm çoğ bulğanda öçüşkə başlagan bir parça ot hazır mana başqaçıla lavuldab yenişqa başladı. Anının ələmlik yığısıga qarab Nadamningmi ko'ngli buzildi, lekin u g'ayrat qilib o'zini tutib oldi va onasiga tasalli berishga, ko'nglini ko'tarishga boshladi. Qo'y, apa, sabr qil. Akam ozodlik uchun kurashgan edi. Mana u o'ylagandek zamon kelyotidi. Endi hammamiz xushal bo'lamiz. Nadirning izini besib qolgan Odiljon kichikkina ko'zlarini pildirlatib, hayronlik bilan bir aksiga, bir momisiga qarab qo'yatdi. Ana beshidagi oqirib, o'ngib ketgan yog'liqining uchi bilan ko'z yoshlarini ertdi. O'zini bir qur o'ngshidi. Uning dilidagi dard-alamlar bayotin biri oqqan yoshlari bilan chiqib ketgandek, go'yo yelkisini besib turgan ig'ir tog' ag'durilib tashlangandek o'zini xili yinik sezdi. U cho'nqur tortdi. "Bo'pti, balam", dedi ana birdilla g'ayratlanib. "Sen aytgandek mendan so'rading nima? So'ramading nima? Haq yo'lga mangan balam sen. Er yurak jangchi bo'l. Qo'lingdan miltiqni tashlama. Akangning intiqomini ol. Zolimlarni shafqat qilmay yo'qot. Seni birinchi Xudoyimga, ikkinchi ko'pchilikka topshirdim." Ananing turligan qapoqlari, yemirilgan lavlari asta-asta o'rniga keldi. Anasining shunchalik g'ayratlik so'zlaridan Nadamning yurak bag'ri to'lqinlandi. Chiroyi ichilib leviga tabassum yugurdi. Choy qaynadi. Odiljon qo'shnilardan akirgan qaymoqliq sut bilan Gulpamxon o'rikdek sop-siriq atgan choy atdi. Ana bola darqamda o'ltirib choy ichishga boshladi. Anamu, bolamu bir necha oydan beri mundaq mazalik atgan choy ichishmagan edi. Uninggacha Nadamning kelganligini anglagan xulum qo'shnilar uyga kayni-kayndan kirib kelishdi. Nadam o'rnidan turib hammasiga hurmat bildirdi. "Va alaykum assalom. Tinchlikmi, Nadam bolam? Mana qaranglar, yo'g'onli yigit bo'lib ketganini buning. Ota bolasi-da, ota bolasi", dedi Qosim buvay zo'qlanib qarab. "Pah, askarlik tozimi yarishibdi buningga. Chiroyi sal qardab qolgan bilan bo'yimi o'sib, samirib qolganmi nima?" dedi uyga kirguvchilarning eng cho'ngi Janarxon Mo'may. "Aksining intiqomini oladi-da, amdi miltiqni mahkam tutinglar bolalarim", dedi yana bir buvay. "Ya Alloh, nimalarni ko'rmadik?" Uyga Nadamning tangtush do'stlarimi dukurishib kirib kelishdi. Uzundan buyon mungluq, shavqin suransiz bo'lib ketgan bu uy bugun ilhom baxish, umidlik tilaklarga boy so'zlar, xushal kulkilar, shodlik tantanalariga to'lib ketdi. Gulpamxonmi echilib yeyilib qoldi. Nadam uyga kirguvchilarga partizanlarning niliqidan shahargacha bo'lgan safarlari, qiziq janglar to'g'risida so'zlab berdi. Qarilar yoshlarning omon esanligi uchun duo qilishdi. Yoshlar bo'lsa ozodlik jangchilari sepiga tezroq qo'shilishga taqozo ekanligini aytishdi. Uyga cho'ng umid bilan kelgan Nadam o'xshashla cho'nqur va'da bilan uydan chiqdi. Nadam mahallasidan chiqib bir qizga uchradi. Qiz Aqtambayning bidilik beg'ining g'o'rlangan ishkiga yo'linib turadi.
u pokvoy yog'liq bilan tumshug'ini o'rvalgan, teziga keladigan nimkash maxmal chapan kiygan bo'lib, Nadamning yo'lini to'rab turadi. Nadam, dedi qiz otning oldin turib, meni itingga mingashtirib olg'ina? Naga borsiz? Siz ho'rilqag'u. Ha, men ho'rilqa. To'ngan bo'lsang mingashtirib ol, dedi qiz otning izangisini tutib turib. Naga bormoqchisiz? Sizlar borgan yerga, dedi qiz Nadamga tik qarab turib. Aytqina, Anvar apandi salomatmi? Salomat. Ho'rilqa shundoq javobni kutgan edi. Kutgan javobi aytildi. Uning yurak bag'ri to'lqinlanib, o'tliq hissiyot ichida Nadamning turqiga sap soldi. Texi yaqindala boy qo'rosidagi bu malay bola mana amdi toza yarashgan harbiy kiyim ichida bardam yigitga aylanibdi. Murasidagi 5 atar miltiq gavdasiga nima degan singishgan? Anvar apandi shu tapda qandoq bo'lib ketgandi? U mushularni boshlab ketgan. Tayinliq hozir u komandir. Uning uchisida Nadamninkidek uzun juva emas, yaqilirga, pashlarga jiyak tutilgan kalti juva, belida tapancha, mingan eti tum qara, peshonisida qashqis bardur. Nadamdek necha yuzlagan askarlar uning oldida taq turdigandi. Yiliqi ketsi u men sizni o'lsammi unutmayman degan edi. Apandi degan yolg'on aytmaydi. Rost unutmagandi. Qiz o'ylagan siri yurak urishi ittiklab, yaqimliq tuyg'ularga cho'milishga boshladi. Ko'rish tashnaligi kuchayib, ko'zlarini xumarlashtirdi. Shu tapda agar qanotib bo'lgan bo'lsa, uchqan bo'ladi. Ostida Nadamnikidek eti bo'lsa, chapqan bo'ladi. Biroq amal qancha? Hozirmi Nadam itiga mingashtirib olsa, Anvar apandi turgan yerga ko'zni yumib ochqicha yetib bora oladi-ku. Aka, itingni g'o'rga yaqinroq kel, dedi hurliqa aldirab. Avar bo'lib qolasiz. Avarshlikdan sen qo'rqsang, men qo'rqmayman. Itim shosh, mingashtirmaydi. Undaq bo'lsa yo'l bo'lsin, piyoda ketaverman. Nadam qizga qarab kulimsirab qo'ydi-da, itini devetdi. At quyruq tarafida qor quyun paydo qilib, oq dasturxondek ko'rinadigan cheksiz etizlar orasida yugurib ketdi. Nadam at ustida ketib, ko'ngil degana, qara muni boy qizi qahrton demay, Anvar muallimni izlab mangibdi, deb o'yladi. Shu chaqda uning xiyoli Rayhonga yo'tkaldi. Qizning kulib turadigan ko'zlari Nadamga hamon havas, hurmat va nomuschanlik bilan tikilatdi. 2. Al qulunga qizil tug'ni, berma dushmanga hech uni, dushman so'zsa bizga qo'lini, yanjib tashlaymiz biz uni. Jangchilar yataqda bu naqshni xo'r qilib aytqach, har xil mashg'ulotlar bilan bo'layotdi. Nadam kirib kelganda ular xushal bo'lib, uning atrofini o'rib oldi. Qandoq bo'ldi? dedi Isoq qara ko'zlarini uningga tikib. Opang g'ovg'a ko'tirib, uyni beshiga kiydimi? Yo'q, biz o'ylagandek bo'lmadi, dedi Nadam miltiqini tamga yo'lab qo'yib. Opam meni ko'rib dastlab qattiq yig'ladi. Keyin bo'pti balam, askar bo'l. Akangning, dadangning intiqomini ol, dedi. Biroq izdiraksiz yo'qolib ketganimga bak xafa bo'ldi. Oxir xulum qo'shnilar bilan xushal o'ztib qo'ydi. Yaxshi bo'pti, dedi Isoq. Onalar shundoq bo'ladi. Balaning so'zigimi eng dastlab ona kiradi. Jamoliddinning onasidek g'ovg'a ko'tarsa tas bo'ladi-da. U xuddi ko'pni ko'rgan odamdek so'zlab ketdi. Badashqonni qurilib, toza berilib, avtomat tozlayotgan Botir G'ozimu gap qistirdi. Bayqush onalar bag'rini yerib chiqqan balaga chidamdi. Ularning yeshi kirpikidla tayyor turdi. Tushunmaslikdan shundoq qiladi. Tushungandan keyin baribir rozi bo'ladi. Sizlarga onanglarni ko'rib kelib xotirjam bo'ldinglar, dedi Arash Nadamning yiniga kelib. Mening onam nima da'vatidi ekan? Terikmidi, o'lganmidi? Tog'larda yirtqich hayvonlarga yem bo'lib ketdimikin deb o'ylayotgandi. Mening bu yerlarda yurishim balki onamning tushigimi kirmaydigandi. U o'ylanib turib qilib, ma'yus ohangda dedi. Bechora onamning dardi tog'lardanmi cho'ngda? Bo'rtalarni ozod qilib, onangni cho'qim xushal qilamiz, dedi Botir G'ozi. Seni mushu holatda ko'rganda fuka, onang o'g'il tug'ib cho'ng qilganiga qaltis rozi bo'lib ketadi-da, dedi Pilimotchi Kiver qo'lini lati bilan surtib turib. Nadamni ko'rib, Gulpamxon odamning beshi osmonga yetgandi.
Uni bir dema. Kibir shu so'zlarni qildida, o'z yurti ko'z oldiga kelib, nimalarnidir o'ylab, ko'zini bir nuqtaga tikib turib qoldi. Ondan Arashqa yana gap boshladi. Arash, opang mushunda xushal kunlarda suyun bo'lsichu kashki deb o'ylaydi-da. Uyg'u turg'anli gap, dedi Arash odatdagi qiyofatini o'zgartib. Lekin men bo'rtalani ozod qilish jingiga cho'qim qatnashishim kerak. Onam bilan shundoq g'albalik kunlarda ko'rishsam, bu ko'rishish albatta unutuliqsiz xushallik bo'ladi. Kibir yana jimib ketdi. Kibirka, qaltis xiyol surib ketding-ku, dedi Nadam hayron bo'lib. Hey, uka, xiyol surmay qandoq qilay? Sizlarga onalaringlarni ko'rib keldinglar. Gayetmo xotin ballarini ko'rib keldi. Men u so'zining oxirini aytolmadi. G'urbatchilikda yolg'iz tikandek o'tgan umri hammasiga bo'libmi o'z yurtliqlariga ayon edi. Nima g'am qilasan? Dedi Nadam uningga ichingan qiyofatda qarab. O'z yurting bor, o'z xalqing bor. Har chiroyli kunlar texi oldimizda. Isoq chaqchaq qilibroq dedi. G'ulja to'liq ozod bo'lgandan keyin yangimizmi bo'ladi? Uyingda mehmon bo'larmiz texi. Mushundaq kishining pig'oni o'rligan chog'larda yerimjing bo'lsa qandoq yaxshi bo'ladi, ha? Dedi Botir G'ozi Kevirning yuzida paydo bo'lgan ichinish alam uchqunlarini yo'qotmoqchi bo'lib, "Pah, bu chog'da Kevirkam yarab ketadi-da." "Yo'q, undaq ishlardan hozir yiroqlab ketdik", dedi Kevir kulimsirab. "Yeli komandir bersig'o yoqdimasan? Baş saqchini olgan kuni oyg'imga nech botlika putlashib yurdi. Qiya ko'zimni salmadim jumovka. Ara xumari, ayol xumari hammasi tugidi. Hozir birli xumarim bor. U bo'lsimi dushmanlarni qo'ymay yo'qtish xumari." Uning chin dilidan chiqqan chaqchaq aralash gaplari ko'pchilikni kuldiribdi. Uzunisiga ketgan bu yotoqda nurg'un jangchilar qisilishib yotadi. Partizan shaklidan asta-asta muntazam qismlarga aylanayotgan bu jangchilar shu topda har xil ishlar bilan mashg'ul edi. Yangidan pidoi bo'lib safga kirganlar qurol ishlatish, miltiq, pulemyotlarni chub qaytadan qurashtirish qatorliqlarni mashq qilyotdi. Kona jangchilar ko'ngil qo'yib ularga o'rgatdi. Yangilar bo'lsa berilib o'zlashtirilishga tirishadi. Kona jangchilarning ba'zilari kiyim-kechaklarining yirtilgan joylarini yamayotdi va ba'zilari juvlarni yepinib olib, shuncha Vangchunga pisand qilmay uxlayotdi. Jangchilarning yotiqiga Rayhon bilan Varisjon kirib keldi. "Mana kapsiz-ku", dedi Rayhon kulimsirab. U Nadamning yiniga keldi. "Anvarkam bayotin beri sizni nech so'radi? Qandoq, opangiz tinchlikmikan?" "Salomat turibdi. Sizga salom aytdi." "Voyey", davatdi Rayhon andikib quloqlarigacha qizirib. "Ya opangiz meni tanimasa?" Botir G'ozi chaqchaq qildi. "Sizni tanishtirib bo'ldi-da bu." "Ha, tanishtirib bo'ldim. Bizning bir shafqat hamshirimiz bor. Jangchilarga nayt ko'yindi. Eti Rayhon Gül dedim. Qandoq, tanishtirishim joyida bo'ptimi?" "Deganlaring rost bo'lsa joyida. To'g'ri gap qilibsan", dedi Botir G'ozi. "Bizni tanishtirmay, yolg'iz Rayhonla tanishtirganing toza joyida bo'lmabdi", dedi yana biri. "Shuning uchun Gulpamxon odam Rayhon Gulga salom aytdi-da", dedi Kevirmo kulimsirab. Shu topda o'ltirganlar orasidagi 3 odamda 3 xil hissiyot qo'zg'aldi. Rayhon qizirib ketdi. U o'z ko'ngilda xilidan beri takrorlanib kelayotgan o'ylarining boshqalar tarafidan aytilganligiga, bo'libmi Nadamning "Opam sizga salom aytdi" deganligiga qizardi. Mayli qizarsimi, u mundaq so'zlarning yana davomlashishini tilaydi va Nadamga aytolmay yurgan gaplarini boshqalarning da'vatganligidan xushal bo'lib, yuraklari tez-tez urib, qizirib ketib boradi. Nadam qizirib ketdi. U "Opam sizga salom aytdi" degan gapni tüp-tüz, maqsadsizla, odat bo'yicha aytgan edi. Buning bilan qizning andikib, quloqlarigacha qizirib ketishini va boshqalarning shuningga yo'lab mundaq chaqchaq qilishlarini o'ylamagan edi. U "Nimishqa mundaq so'zlarni degandiman?" deb nomus qilib qizirib ketdi. Varisjonchu u qizirib ketdi. U bo'layotgan bu gaplarning yuragiga ziqdek sanchilayotganligidan tirikib, g'azablanib qizirib ketdi.
Tabiiyki, mundaq so'zlar uning uchun dushmanning bombasidanmi dahshatlik edi. Qaysi kuni umu Rayhonga "Apam sizga alohida salom aytdi" degan. Shu chaqda Rayhon bugunkidek qizarmagan, boshqalarmi bugunkidek mundaq ma'nilik chaqchaqlarni qilishmagan. Xap, bugun bular munu gaday pushtiga nemancha yonbis so'zlab ketdi ekan. Rayhonning qizirishi, Nodamga o'tliq ko'zlari bilan tikilib qarashi Varisjonda gumonla emas, o'z navbatida g'azab hislarini qo'zg'adi. Lekin u g'azabini ichiga yutib kulimsiradi. "El-yurt amonmikan? Bizning uyga yo'liqmagansan?" dedi u gapni boshqa yoqqa yo'tkab. "El-yurt amon ekan, uyingga yo'liqolmadim, chunki vaqt to'shib qoldi." Rayhon bilan Varisjonmo yangidan tarqitib berilgan qishliq kiyimlarni kiyishgan edi. Rayhonning uchsida qayrim yaqiliq uzun oq juva, putida bo'z piyma, beshida oq quloqcha bor edi. U chechini turib ichiga tiqib olgan edi. Rayhonning ko'nglini mahliya qiladigan qo'y ko'zlari bilan Nodamga qarab ochiq chiroy bilan beqishi, uning ustiga yilib bo'lib o'tgan so'zlar Varisjonga har kelib, yuragiga ziqdek sanchilgan edi. Demisimi, Nodam birdam yo'qab ketadigan bo'lsa, qiz sakpara bo'lib uni izlab ketadi. Kirmagan bo'lim, yotoqlari qolmaydi. Tamoq yegan chog'dimi doim uning yiniga kelib oladi. Texi qaysi kuni Nodamning qo'l yog'liqini unimsimi qo'lidan tortib olib yuyib berdi. Uydan akelgan oppoq mayliq to'qashlarini yoq desimi unimay, uning qo'liga tutqizib ketishlarchu, Varisjongachu undoq qilmaydi. Uningdan qechib yuradi. Baya Varisjon, uyga billa chiqib ketayli. Opam sizni so'rab ketib bordi. Sizni mushu turqingizda ko'rishni bek arzu qilyotidi, desa, qiz unimidi. Rayhon uchun Varisjon ortiqcha va zerikishlik odam bo'lib qoldi. Buni Varisjon sizatdi, albatta. Lekin u buni har olsimi chidaydi. Uning uchun Rayhonsiz yashash cho'ng halokat. Rayhonni ko'rmagan minutlar azobliq edi. Rayhon Nodamga qanchalik sakpara bo'lsa, Varisjonmu Rayhonga uningdan battar sakpara edi. "Izlab ketgan bo'lsa", dedi Nodam, "men Anvar apandiga yo'liqay. O'zimmo sal kechikib qoldim. Qani yuring, kelgan bo'lsa meni chaqirib chiqing degan edi", dedi qiz o'rnidan asta qo'zg'alayotgan Nodamning yengidan tortib, yiqimliq kulimsirab. Rayhon bilan Nodam billa chiqib ketdi. Varisjon turgan o'rinda turibla qoldi. Uning butun a'zoyi, badani titradi. Burunqi o'chmanligiga mana amdi kunchilikning o'tlari kelib qo'shildi. Uning chiroyi birdam qizarib, birdam tatirib, ko'zlariga qorong'ulik tiqilgandek bo'lib, santurilib ketishga oz qoldi. U qadamlarini asta besib, tomga yo'linib o'ltirdi-da, o'yga ketdi. "Ha, amdi bildim. Rayhonni mushu tegipas aylantirib yuribdi-da, bo'lmasa nemishqa uning oldida o'ynaqlab, ko'zlarini xumarlashtirib, ichilib, yeyilib ketadi. Nemishqa menga unda xuluq ko'rsatmaydi. Men gap qilsam, to'ron tegidi. Qara buni, mening baxtimga changal silayotgan sen ekansan-da, gadoy. Tuzingni yeb, tuzliqingni tukuray degan mushukanda, sirini amdi bildim. To'xtab tur, Nodam. Men seni aplamaganimni ko'r amdi." U uzun qilib tamaka o'rab tutashtirdi-da, alam bilan ochiq isini ichiga tortdi. Qo'yiq is ig'iz burundan purqirab chiqdi. U allaqandoq cho'nqur xiyollar dengiziga g'arq bo'lganmi bo'ladi. Biroq Botir G'ozining yo'g'on ovozi uni cho'chitibdi. "Hoy hoy xaloyiqlar, yumprab ketdi, yo'ng, qaysin ko'dirishding?" Hammasi o'zining yonlariga qarashdi. Varisjonning yenidan sus is ko'tarilayotdi. "Voy Varis, quloqchan qara, tamakangning o'ti tushdimi nima?" dedi Isoq. "O'zing kuyib ketsangmi?" dedi kibir chaqchaq bilan. "Tuymaydigan o'xshamamsan. Nimanchilar xiyol surib ketding bangining xiyolidek. Mavu kasapatlikni qaramamdigan", deb g'udung'ishidi qizirib ketgan Varisjon. "Jangchi deganmi shundoq bo'lamdi? Tozmi beg'am nima ekansan ha?" dedi Botir G'ozi. Varisjon shu chog'da o'ziga kelib, quloqchisini qo'liga oldi-da, tamaka o'ti tushgan yerni boshmaltiqi bilan besib ovladi. Texi tunugunlar tarqitib bergan yangi oq quloqchisining o'ng chekisiga tamaka o'ti tushib, tugmichlik o'rni ko'yib, atrofi sarg'ayib ketgan edi.
miltiqini chuvib lata bilan surtib tozalayotgan Arash zangliq aralash mundoq dedi: quloqchanga ansilib oldingda, mubodo yutib ketsang, amdi osonla tepib oldigan bo'ldiq seni. Sahroga chiqib, bizning quloqchimizning purmisi mushundoq deb yurma yana ahmoq. Hammasi qaqoqlab kulib ketdi. Jangchilarning yotiqidan xili uzungacha kulki chaqchaq ovozi besilmadi. Davomi bor.